Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga Biznes ombudsmanning 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha qisqacha axborot berib o'tmoqchiman. Avvalo, murojaatlar tahliliga to'xtalsak. 2025-yil davomida Biznes ombudsmanga 9555 ta murojaat kelib tushgan. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning qariyb 48% qanoatlantirilib, ular bo'yicha tadbirkorlarning huquqlari tiklanishiga erishildi. Qolgan murojaatlar bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. E'tiborli jihati shundaki, murojaatlarning asosiy qismi Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi. Eng ko'p murojaatlar soliq, yer va kadastr, mansabdor shaxslar qarorlari, shuningdek, tekshiruvlar va bank kredit masalalari bilan bog'liq bo'lgan. Tadbirkorlar bilan muloqotda muhim platforma bo'lgan Tadbirkor virtual ofisi orqali ham faol ishlar olib borilmoqda. Ushbu platformaga 7507 ta murojaat kelib tushib, ularda ko'tarilgan 8640 ta masala ko'rib chiqildi. Bu raqamlar tadbirkorlar davlat organlariga ko'proq elektron murojaatlar qilishayotganligini ko'rsatadi. 2025-yilda tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish doirasida jami 3241 ta ta'sir chorasi qo'llanildi. Natijada 220 ta noqonuniy qaror bekor qilindi. 10 milliard so'm mablag' tadbirkorlarga qaytarildi. 16 milliard so'm qarzdorlik bekor qilindi. 40,1 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratilishiga erishildi. O'tgan yili tekshiruvlar masalasi ham doimiy e'tibor markazida bo'ldi. 2025-yilda 148 mingdan ortiq tekshiruvlar muvofiqlashtirildi. Monitoring natijasida 9994 ta qonun buzilishi holatlari aniqlandi. Shundan 567 tasi noqonuniy tekshiruvlar, 9427 tasi tekshiruvlar o'tkazish tartibini buzish holatlaridir. Mazkur holatlarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan 1072 ta ma'muriy choralar qo'llanildi va 103 ta jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha takliflar tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yo'naltirildi. Shu bilan birga, o'tgan yil davomida nazorat qiluvchi organ xodimlariga tekshiruv o'tkazish tartibi borasidagi qonunchilik hujjatlarini tushuntirish maqsadida 462 ta seminarlar o'tkazilib, ularda 26 mingdan ortiq mansabdor shaxslar ishtirok etdi. Shuningdek, nazorat qiluvchi organlarning 8682 ta xodimi attestatsiyadan o'tkazilib, ularning 76% tadbirkorlar faoliyatida tekshiruv o'tkazishga yetarli malakaga ega deb topildi. 2025-yil davomida qonunchilik ijrosi nazorati doirasida 14 ta nazorat organi faoliyati o'rganilib, 105 mingdan ortiq qonun buzilishi holatlariga aniqlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu holatlar yuzasidan taqdimnomalar kiritilib, ma'muriy va intizomiy javobgarlik choralari qo'llanildi. Shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish borasida ham bir qator tizimli ishlar olib borildi. Xususan, 2025-yilda 6 ta qonunchilik hujjati loyihasi ishlab chiqilib, 898 ta normativ huquqiy hujjat loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi va ular bo'yicha 780 ta taklif va e'tirozlar bildirildi. Hurmatli yurtdoshlar, Biznes ombudsman faoliyatini yoritishda davom etamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.